Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun qora besib olish va jo'ylish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada tibbiy nuqtadan chiqish qilib, qora besib olish va jo'ylishninki nima ekanligi, uning ifodalari, uning qandoq yuz berdiganligi, ya'ni sababi va uningdan saqlanish uchun biz nimalarga diqqat qilish to'g'risida oddiy bir savatlarni so'zlab o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bolsun. Qara besib olish va jo'ylish degan vaqtida oldi bilan uyqu jarayonini bir tushunib o'tishimizga to'g'ri keldi. İnsanlarning uyqusi ko'z tiz harakat qiladigan uyqu va ko'z tiz harakat qilmaydigan uyqudan iborat ikki xil uyquning qayta-qayta takrorlanishidan tarkib topgan uch bosqichliq uyqu jarayoni bo'lib, ko'z tiz harakat qilmaydigan uyqu nisbatan qiniq uyqu hisoblansa, ko'z tiz harakat qiladigan uyqu nisbatan uzaki uyqu bo'lib, u uyqu jarayonida miya harakati kuchli bo'ladi. Tush ko'rish, qora besib olish yoki qabohatli tush, jo'ylish, uxlayotib yo'l yurish, yana tush saylisi, tish g'urushlatish qatorliqlar insonlar uxlaganda ko'p ko'riladigan hodisalar bo'lib, ularning ichida ba'zilari ma'lum kasallik yoki binormallik bilan munosabatli bo'lsa, yana ba'zilarining sababi hozir qadar aniq emas. Qora besib olish yoki qabohatli tush insonlarning salbiy hissiyoti bilan munosabatlik kishini andishiga soladigan qo'rqinchli va g'alati tush bo'lib, ko'pincha ahvolda insonga bir xil rohatsizlik va qo'rqinchli tuyg'u berdi. U ko'pincha ahvolda ko'z tiz harakatlanadigan uyqu jarayonida yuz berdi. Gerçi qora besib olish yoki qabohatli tush ko'rish ko'pincha ahvolda bir xil kasallik hisoblanmasimi, qisman ahvolda u ma'lum kasallikning alomati bo'lishi mumkin. Qora besish yoki qabohatli tush ko'rish gerçi bolalarda ko'p ko'rilsimi, ammo har qanday yoshda yuz berdi. Qora besib olish yoki qabohatli tushning alayliklari yoki mushu biz ko'rgan tushda qandoq alaylik bo'lgan vaqtida u qora besib olish yoki qabohatli tush hisoblanadi degan vaqtida tuvandagi alayliklar bo'lgan vaqtida u qora besib olish yoki qabohatli tush hisoblanadi. Birinchisi, bu xil tush ko'rinishda shundoq rostak bilinadi, ammo odamni to'limi bearam qildi. Tushning davomlashishi odamda texmi ansizlik va qo'rqinch paydo qildi. Ikkinchisi, tushning mazmuni ko'pincha ahvolda bexatarlik va tahdid bilan munosabatli bo'lib, ba'zida odamni andishiga soladigan boshqa mazmunlarmi bo'lishi mumkin. Uchinchisi, odamni qora ter bosadi. Ya'ni tush jarayonida odamni qor ter bosadi. Yurakning so'qishi tezlashadi va qo'rqinch bilan uyg'onib ketadi. To'rtinchisi, u odamni qo'rqish, tashvishlanish, ochiqlanish, qayg'urish va yerginish his qildirdi. Beshinchisi, uyg'ongandan keyin tush mazmuni aniq esida qoladi. Oltinchisi, odamda rohatsizlik va qayta uxlay olmaslik keltirib chiqardi. Mana bular qora besib olish yoki qabohatli tushning alayliklari bo'lib, agar biz ko'rgan tushda bu alayliklar bo'lsa, u qora besib olish yoki qabohatli tush hisoblanadi. Agar bu shu qabohatli tush jarayonida tuvandagidek alayliklar ko'rinsa, u chaqda bu qora besib olish ma'lum kasallikdan derak berishi mumkin. Birinchisi,
doim qora besib olsa yoki qayta qabohatli tush ko'rsa. Ikkinchisi, kunduzi ig'ir darajada tashvishlanish, andish qilish, uxlashdan burun yana qabohatli tush ko'rishdan andish qilish bo'lsa. Üçüncüsü, zihnini merkezleştiriş yoki esda tutish qiyin bo'lsa. To'rtinchisi, tushida ko'rgan mazmunlar davomli qalbisiga kirib olib, uningdan qutulolmasa. Beshinchisi, kunduzliki horg'inlik yoki energiya to'van his qilsa. Butun kun mugdab chiqsa. Oltinchisi, ugunish, xizmat va turmushda ifodasi nachar bo'lsa. Yettinchisi, uxlashdan yoki qorong'ulikdan qo'rqadigan ahvollar bo'lsa, bu xil qabohatli tushish yoki qora besib olish ma'lum kasallikning alomati bo'lishi mumkin. Qora besib olish yoki qabohatli tush ko'rishning sabablari. Qora besib olish yoki qabohatli tush ko'rishning sababi texi aniq emas. Ammo mutaxassislar tuvandagi nurg'ulg'an omillar shu qora besib olish yoki qabohatli tushni keltirib chiqarishi mumkin deb qaramoqda. Uning birinchisi kundalik turmushdagi ro'y besim va tashvishlanish. Ikkinchisi hayotda yuz bergan qabohatli fojialar va uningdan paydo bo'lgan jarohat va zaxmlar. Bo'lib mubak ro'y zaxmi. Üçüncüsü, uyku yeterlik bo'lmaslik va ziyoda herib charchash. To'rtinchisi, ba'zi dorilarning aks ta'siri. Beshinchisi, zaharlik chekimlik va aroqni qo'layimqon iste'mol qilish. Oltinchisi, uxlashdan burun qo'rqinchli kitob va kinolarni ko'rish. Yettinchisi, tushkunlik va boshqa ro'y kasalliklar. Agar insonlarda yuqorqi ahvollar bo'lgan vaqtida u insonningki qora besib olish yoki qabohatli tush ko'rish ehtimolligi yuqori bo'ldi deb qaralmoqda. Albatta, men yuqori deb o'tgandagidek qora besib olish yoki qabohatli tush ko'rishningki sababi texi aniq emas. Bular faqatla shu qora besib olish yoki qabohatli tush ko'rish ehtimolligini yuqori ko'taradigan ahvollar yoki sabablar. Jo'ylish uxlavitib so'zlash bo'lib, uyqu jarayonida yuz beradigan bir xil g'alati yoki benormal hodisa hisoblanadi. Jo'ylish intayin ko'p uchraydigan hodisa bo'lib, ko'pincha ahvolda u davolash zarur bo'lgan kasallik hisoblanmaydi. Ammo qisman ahvolda u ma'lum bir texmi ig'ir uyqu benormalligi yoki kasallikning alomati bo'lishi mumkin. Jo'ylish ko'pincha ahvolda to'liq bir mazmunni ifodalaydigan bo'lmasa-mu, ammo ba'zida inson uyg'oq vaqtida hargiz demaydigan ba'zi qilin gaplarni yoki normalda deyishga xijil bo'ladigan gaplarni boshqalarning shaxsiyati bilan munosabatlik yoki maxfiy gaplarni qilishi mumkin. İnson har qitim jo'ylaganda so'zlagan so'zning uzunligi 30 sekunddan ishib ketmaydi. Ammo bir kechada ko'p qitim takrorlanadi. Undaqda bu jo'ylashning sabablari nima degan vaqtida jo'ylashning sababimi o'xshashla aniq emas. Ammo jo'ylash ba'zi dorilarning aks ta'siri, ro'y besim, ro'y sog'lomlik, ro'y sog'lomlik qalayimqonchiligi yoki benormalligi, zaharlik chekimlik chekish va qizitmasi ishib ketish qatorliqlar bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Jo'ylash odatda ziyonsiz va tasodifiy hodisa bo'lsa-mu, ba'zida uning Parkinson kasali qatorliq ba'zi ig'ir kasalliklar bilan munosabati bor. Tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida zaxmlanishdan keyingi tashvishlanish kasali yoki boshqa ro'y kasalliklar borlarning jo'ylish qitim soni normal kishilarga qaragan vaqtida
2 hassa yuqori bo'ladigan. Ya'ni, mundaqcha aytgan vaqtida jo'ylish ko'pincha ahvolda e, davolash zo'r bo'lgan bir xil kasallik hisoblanmasimi, ammo qisman ahvolda u ma'lum kasallikninki sababi yoki ma'lum kasallik sababidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Qora besib olish va jo'ylashni bir taraf qilish. Qora besib olish va jo'ylash ko'pincha ahvolda alohida yomon oqibat keltirib chiqarmaydigan normal hodisa bo'lsa-mu, qisman ahvolda u ba'zi kasalliklar bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Shunga konkret ahvolga qarab, zo'r bo'lgan vaqtida doktorga berib ko'rinib, munosabatli tekshirishlarni ilib berish kerak. Birinchisi, uxlashdan ilgari o'zni ozoda tutish, odamga huzur beradigan yiqimliq muzika va hikoyalarni anglash, qo'rqinchli kitob va kinolarni ko'rmaslik kerak. Ikkinchisi, tushkunlashish va boshqa ruhiy kasalliklar bo'lsa, psixika doktorga ko'rinib, ruhiy kayfiyatni yaxshilash, tushkunlik, andisha va tashvishlanishdan xoli bo'lish. Üçüncüsü, ota-onalar balalarda bexatarlik tuyg'usi yetildirish. Ya'ni bu qora besib olish va jo'ylish kichik balalarda ko'p ko'riladigan bo'lg'achqa, ota-onalarning balalarda bexatarlik tuyg'usi yetildirish bu qora besib olish, jo'ylishdan saqlanishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Balalar ko'rgan qabohatlik tushning reallik emasligini, uning faqat bir tush ekanligini balalarga tushuntirib, ularni bexatar his qildirish. Ya'ni ota-onaning ular bilan har zaman birga ekanligini ularga his qildirish orqali ularda bexatarlik tuyg'usi paydo qilish, balalardagi qora besib olish va jo'ylishni azaytishda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. To'rtinchisi, zaharlik chekimlik chekmaslik, qalaymaqon aroq ichmaslik. Beshinchisi, aks ta'siriga bo'lgan, ig'ir bo'lgan dorilarni ishlatmaslik. Bo'libmi, dorining aks ta'sirida aniq shu qora besib olish yoki jo'ylishni keltirib chiqarishi mumkin deb qaralgan dorilarni ishlatmaslik. Oltinchisi, turmushni ritmga solish, vaqtida uxlash, alohida uyqusizlikdan saqlanish. Yettinchisi, qora besish yoki qabohat tush ko'rishni keltirib chiqaradigan kasalliklar bo'lsa, ularni vaqtida davolash, zarur bo'lgan vaqtida dori bilan davolash ilib berish kerak. Ya'ni bu qora besish yoki jo'ylish ig'ir bo'lgan vaqtida uni kontrol qilishda qo'llanadigan ba'zi dorilar bor. Bu dorilarni doktorlarningki ruxsati orqali ilib ishlatsa bo'ladi. Bu faqatla zarur bo'lgan bir qism insonlarga qaratilgan bo'lib, odatda ko'pincha kishilarga nisbatan dori yeyish hojatsiz. Bugungi bu qora besib olish va jo'ylish to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin, uyqumizni rahat qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.